Qadimgi afsonaviy manbalarda ulkan, qonxo'r va barchani o'ziga tobe qilishni istaydigan vahshiy ajdarlar haqida ma'lumotlar kelgan. Xo'sh, bu afsonalar haqiqatga qanchalik yaqin? Ular qadim o'tmishda yashab o'tgan deb hisoblasak, hozir ham mavjud bo'lishlari mumkinmi? Bir qarashda bu so'zlarimiz biroz istehzoli tuyulishi mumkin, lekin bu vahshiy ajdarlar hali ham tirik va ular bizning yonginamizda. Bilmasangiz bilib oling. Bu qonxo'r maxluqlar o'zlarini ajdarholardan tarqagan degan e'tiqod bilan yashovchi Xitoy Xalq Respublikasidir. Xitoy qadimdan o'zlarini eng madaniyatli xalq, mamlakatlarini esa Tianhe, osmon osti davlati deb ataydigan, o'zlarini umumiy hokim, qolgan mamlakatlarni esa mahkum vassallar sifatida ko'radigan imperialistik tushunchalar ustiga barpo etilgan ulkan mafkuraviy mamlakat. Bu so'zlarimizning tasdig'ini ularning birgina maqoladan ham bilib olishingiz mumkin. Yoningdagiga xanjar sanch, uzoqdagiga kulib boq. Xitoyning bu strategik maqolaga qanchalik amal qilayotganini esa qadimdan o'zagimiz bir bo'lgan Xitoyda yashovchi Uyg'ur xalqiga qo'llayotgan shafqatsiz siyosatidan ham bilib olishingiz mumkin. Butun bir millatni o'zligini unuttirib xitoylashtirish, qayta tarbiyalash lagerlariga majburiy joylash, diniy va madaniy cheklovlar qo'yish, bularning barchasi vatanimizdan salgina nariroqdagi yurti boshqa, lekin urf-odatlari, dini kelib chiqishi bir bo'lgan millatdoshlarimizga qilinayotgan zulmlardir. Xitoy hukumati Uyg'ur xalqiga nisbatan zulm siyosatini yuritmoqda. Yuzni aniqlash dasturlari, ko'z qorachig'ini skanerlash tizimlari orqali musulmonlarni nazorat qilyapti. Uyg'urlarga nisbatan og'ir qamoq jazolarini qo'llab, ularni siyosiy, g'oyaviy jihatdan qayta tarbiyalashga harakat qilyapti. Xitoy siyosatining va xitoyliklarning qo'shni mintaqadagilarga nisbatan bo'lgan va xususan musulmonlarga bo'lgan adovati bugun yoki kecha shakllangan emas. Sohibqiron Amir Temur ham o'sha davrdagi Ming sulolasiga yurish qilmoqchi bo'lgan. Buning sababi Ming imperatori atrofidagi mamlakatlarni o'ziga tobe vassallar deb hisoblagan va Amir Temur yuborgan sovg'alarni o'lpon tariqasida qabul qilgan. Bundan tashqari imperator 1398-yilda Xitoy hududida yashovchi 100 ming musulmon aholini qirdirib yuborgan. Xo'sh, kimlardir tarixni eslashdan nima naf deyishlari mumkin, lekin tarixni yaxshi bilmagan elning kelajagi hech qachon barqaror bo'lmaydi. To'g'ri, hozir dunyo siyosati birozgina o'zgarib, bir mamlakat boshqa yurtni bosqinchilik yo'li bilan tobe qilib olmas. Ehtimol. Lekin qariyb 1,5 milliard aholisi, 2 milliondan oshiq askari bo'lgan bu ajdarhoning yurtimizga shunchaki hamkorlik nomi ostida kirib kelishi, yerlarimizni, tabiiy boyliklarimizni nazorat qilishi, ko'chalarida o'z vatanlaridan ham erkinroq yurishlari, bu ham yetmagandek, mehmonlik izzat hurmatini unutib, yurtdoshlarimizga qo'l ham ko'tarishlari hech qanday holatda ham qabul qilib bo'lmaydigan, chidab bo'lmas hodisalardir. Bizga uryapti bular, Xitoylar. Bir avtobus. Bir avtobus Xitoyga uryapti, tosh otib. Keling endi Xitoyning yurtimizga va xalqimizga keltirayotgan yoki kelajakda keltirishi mumkin bo'lgan zararlardan bir nechtasini ko'rib chiqaylik. Birinchidan, agar bu ajdarholar yurtimizda bunday tez suratda ko'payishsa, etnik aralashuv jarayoni tezlashadi. Misol uchun muslima ayollarimiz ana shu qurt-qumusqalarni yoki ilon va chayonlarni yeyishdan tap tortmaydigan ajdarholarga turmushga chiqishadi. Bu holat esa allaqachon boshlanib bo'ldi. Xavfsizlik masalalariga kelsak, Xitoyning yurtimizdagi ayrim obyektlariga yurtdoshlarimizning umuman kirgizilmasligi ko'pchilikka ma'lum deb o'ylaymiz. Xitoyning texnologiyalar borasidagi imkoniyatlarini hisobga olsak, ana shu binolar ichida maxsus josuslar yurtimizni obdon razvedka qilayotgan emasligiga hech kim kafolat bera olmaydi. Zero Xitoyning bunday xufiyona ishlaridan Amerika ham cho'chib turadi. Iqtisodiy tomonga kelsak, ayrimlar o'ylaganidek Xitoy ishsizlarimizni ishli qilib qo'ya olmaydi. Chunki Xitoy bu masalani hali beri o'z vatanida ham hal qila olgani yo'q. Ko'pchilik o'ylaganidek Xitoyning arzon tovarlari yurtdoshlarimizga unchalik ham manfaatli bo'lmadi. Ulkan hajmdagi Xitoy bozorining kirib kelishi yurtimizdagi tadbirkorlarning, hunarmandlarning va ishlab chiqaruvchilarning nonlarini yarimta qildi yoki umuman taglariga suv quydi. Natijada hali ham faqatgina iste'molchi qatlamda qolib ketmoqdamiz. Bizlar rivojlanish yoki taraqqiyotga qarshi emasmiz, lekin bu jarayonlar yurtimizning suvereniteti xavf ostida qolishi, milliyligimizning buzilishi yoki Uyg'urlar singari erta indin o'z yurtimizda o'zimiz begona bo'lib qolishimiz evaziga amalga oshirilmasligi kerak.
lekin Xitoyning bunday tez suratda yurtimizga kirib kelishi bu xavflarni borgan sari muqarrar qilmoqda. Yaqin yillarda bu ajdarlar yerlarimizni egallamay turib, bizlar bularga o'ta ham jiddiy va masofa saqlagan holatda siyosat qilishligimiz kerak. Men mana shu gap bilmayman, bir fursat ekan ichimdagi dardni ochdim. Deputatlar ana Alisher Qodirov, boshqa deputatlarni gazni xalqqa gapirgandan ko'ra, "Ey, uxlamanglar, ko'chada Xitoy tablichkalari ko'payib ketyapti. Ey, nimaga ruscha reklama qo'ysak ruxsat bermagansizlar? Ko'chada Xitoy hieroglifiga indamayapsizlar. Tilinglar qisiq joyi bormi? Tepadagi bilmayman 5 tasi yeb qo'ygan joyi bormi? Mumkin emas. Siyosat darajasida qonun chiqaringlar, birorta Xitoy hieroglifi bo'lish kerak emas. Bu siyosat bu. Kim siz men Xitoycha yozuvni tushunamizmi? Yo'q, bu miyamizga Xitoy yozuvini hozir ko'zimizni oddiy boringlar, mana Abu Sahiyda ham, ko'chada ham men ko'ryapman. Bu nahotki buni ko'rmayapti o'sha deputat bo'lgan odamlar. Nahotki shahar hokimiyati hech qayerga qaramayapti. Nimaga Xitoy yozuvini qo'yishga qo'yapsizlar? Mumkin emas. Kirib ertaga eng katta urushsiz oladigan davlat bu Xitoy, O'zbekiston Xitoy qo'liga qaram bo'lib qolishini xohlasanglar, indamanglar. Xohlamasanglar, hozirdan rechakka tortinglar. Karimov davrida 4 kundan u yoqqa bitta Xitoy olib kela olmaganmiz. Mashina bitta оборудование o'rnatishga vizasini olib. Hozir samolyot Xitoy xohlaganicha kelib ketib yuribdi. Chunki tarixdan ma'lumki, Chor Rossiya ham o'zlarini do'st ko'rsatib kirib kelishgan. Oqibati nima bo'lgani esa barchaga ma'lum. Xitoyning ham maqsadi quyoshdek ravshan. Unutmang, qo'l uzatgan har kimsa ham do'st bo'lavermaydi. Zero olmoqning bermog'i bor. Bepul pishloq esa faqatgina taxta mushukda bo'ladi. O'z yurtimizni o'zimiz himoya qilaylik.